Joyida avtosavdoda yana bitta Captiva'miz sotiladi. Doimgidek sizlar uchun xizmatda. Zilgorodok ahillik mahallasidamiz. Captiva'miz 2010-yilga kraskasi toza, metan gaz ballonlar qo'yib qo'yilgan. Yaqinda propan yechib tashlagan ekan. 320 ming masofani bosib o'tganda 10 kun bo'libdi. Unda 16 million sarflab motor qildiribdi. Noldan motor qilib chiqqan, tiniq holatda. Demak, ko'radigan bo'lsak, holat ideal, kraskasi yo'q. Ballonlar ideal holatda. Akamiz umuman taksichilik ham qilmagan, to'yga ham chiqmagan. Faqatgina o'zlari maza qilib haydab yurgan. Avtomat korobka, 2010-yilga oxirgi pozitsiyasi, holat ideal, lyuklari bor. Cho'l bo'liklarni tashib qo'yilgan o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, holat ideal. Metan gaz ballonlari qo'yib qo'yilgan, akalarimiz metan gaz ballon qo'yib qo'ygan, 65 talik naq ikkita. Captiva'mizni akamiz 8,5 deyapti. Joyida avtosavdo orqali mijozlar chiqsa 8 mingga berib yuboraman deyapti o'rtoqlar. Aloqaga chiqasizlar, telefon raqamlarini qoldiramiz. Joyida avtosavdo doimgidek sizlar uchun xizmatda.